Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 2025-yil 25-mayda tushgan milliy sertifikat savollarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ikkinchi smenada tushgan savollar. Birinchisi aytyapti, bizga AB sonlar ko'paytmasi berilgan. Bu yerda biz ikkukning eng kichik qiymatini topishimiz kerak. U uchun bizlar A va B ni o'zimiz tuzib olishimiz kerak. 2 ni kubini 2 ni kvadrati va 2 ni birinchisi deymiz. 3 ni beshinchisini 3 ni kvadrati, 3 ni kubi deymiz. Sababi, agar 3 ni birinchisi bu 3 ni to'rtinchisi bo'lsa, ikkukda darajasi kattasi olinamiz. Ya'ni darajasi kattasi olganimizda bizlar eng kichik emas, eng katta qiymatni olib qo'ygandek bo'lamiz. O'sha uchun darajalar bir-biriga yaqin qilib olishimiz kerak. 7 ni kvadrati esa 7 ni birinchisi va 7 ni birinchisi deymiz. Bunda ham 7 ni kvadrati va 1 deya olmaymiz. Sababi ikkukda yana darajasi kattasi olsak 7 ni kvadrati katta son bo'lib ketadi. Endi ikkuk topadigan bo'lsak, A bilan B ga bu yerda 2 ni kvadrati, 3 ni kubi va 7 ni birinchisi. 2 ni kvadrati 4, 3 ni kubi 27 va 7. 4 kare 7 28 kare 27 degani oxiri 6 bilan tugash kerak. Ya'ni 756. C javob ekan. Bunda nima qilishimiz kerak? Ya'ni modul bergan modullarni tashlab olishimiz kerak. Modul musbatmi, manfiymi o'sha bo'yicha olib chiqamiz. Kubinchi, kvadrat, 6-ildizosida. Bular hammasini bitta ildizga olib olishimiz kerak. Ya'ni hammasi 2 kun topsak 6 da 6-ildizosida yozadigan bo'lsak, ya'ni 12 ni kvadrati 144 bo'ladi. B teng 6-ildizosida 216 bo'ladi. Ya'ni 6 ni kubi. Hammasini 6-darajaga keltiryapmiz. Bu 2 ni ichkari kirsa 2 ni 6-si bo'lib kiradi. 2 ni 6-si 64, 64 ni 3 ga bo'lsak 192. Mana hammasini bir xil ko'rinishga keltirdik. Qaraydigan bo'lsak, A'miz eng kichik va B eng katta ekan. Birinchisi A'dan B'ni ayirsak, ya'ni A'dan B'ni ayirsak, ya'ni manfiy son bo'ladi. O'sha uchun buni B minus A ko'rinishiga ochib olishimiz kerak, ya'ni teskari. Plus B minusi, B'dan C'ni ayirsak musbat son. Demak, o'zini ochamiz. B minusi, A minusi. A'dan C'ni ayirsak manfiy son, o'sha uchun oldiga manfiy qo'ysak bo'ladi. Bu manfiy bilan musbat bo'lib ketadi. A minus C. A soni musbat bo'lgani uchun mana bu minus turaveradi. 2A. Taqsim A minus 2. Mana bu 2 ni kubidan katta, 3 ni kubidan kichik son. Demak, 2 dan kattaroq son. 2 ni ayirsak musbat son bo'ladi. O'sha uchun A minus 2 ga ochaveramiz. Plus B minus 4. B ko'radigan bo'lsak 6. 6 dan 4 dan kichik son chiqadi, bilamiz. O'sha uchun bu manfiy bo'ladi. Buni 4 minus B shaklida ochamiz, ya'ni teskari. Yo oldiga minus qo'ysak ham o'sha B ni oldi manfiy, 4 ni oldi musbat bo'lib qolaveradi. C dan 2 ni ayirsak, C 2 dan katta, mana 2 ga 1.7-da, 3 dan 6-ildizosi 3 dan ildiz chiqarsak 2 dan kattaroq son bo'ladi. 2 ni ayirsak musbat. O'sha uchun C minus 2 ko'rinishni ochaveramiz. Bu yerda alar qisqarib ketsa 2 ta B minus 2 ta C minus 2 ta A ko'rinishda ekan. Bu yerda minus 2 minus 2 minus 4 va 4 bilan qisqarib ketsa minus B plus C va plus A ko'rinishda ekan. Tepadan 2 ni pastdan esa minusni chiqarib olamiz. O'shanda qovuschi bir xil bo'lib qolar ekan. Qisqarib ketsa javob minus 2. Uchinchi masala. Ikki sohil orasida masofa 24 kilometrga teng. Bu A sohil deylik, buni B sohil deylik. Orasi masofa 24 kilometrga teng ekan. Motorli qayiq borib kelish uchun 9 soat vaqt sarfladi. Borsin T1 vaqti, qaytsin T2 vaqti.
Mana shu ikkalasini yig'indisi 9 soatga teng ekan. Lekin vaqti teng bo'lmaydi, chunki borishi daryo oqimi bo'yicha borsa, qaytishi daryo oqimiga qarshi. Tezlik kamayadi. Aytibdi, oqim tezligi 2 km taqsim soat. O'zimiz xohishimiz oqimni yo'nalishini qaysi tomonga qo'yishimiz 2 km taqsim soat ekan. Motori qayiqning turg'un suvda tezligini toping. Ya'ni qayiqning o'zining tezligini topishimiz kerak va teng so'roq. Tengdan suzadigan bo'lsak, mana shu 24 kilometrni birinchi oqim bo'ylab boradi. Ya'ni qayiq ham bu yo'nalishda bo'lsin. Qayiq tezligiga oqim tezligini qo'shamiz, T1 vaqtda borsin. Qaytishda 24 km bosib o'tadi yana. Qayiq tezligidan oqim tezligini ayiramiz. Oqim tezligini qayiq tezligidan ayirib bo'lmaydi. Sababi oqim tezligi katta bo'lsa, qayiq suzolmaydi. O'sha uchun qayiq tezligidan ayirishimiz kerak. T2. Mana 3 ta tenglama, 3 ta noma'lum. Vni topishimiz kerak. Vni topish uchun bu yerdan T1 ni topamiz. Bu yerdan T2 ni topamiz, bunga qo'yaveramiz. T1 ni o'rniga 24 taqsim v plus 2 plus T2 ni o'rniga 24 taqsim v minus 2 teng 9. 24 9 3 ga qisqartirsak 3 bo'ladi, 8 va 8. Bunga v minus 2, bunga v plus 2. Bunga ikkalasi, ya'ni v kvadrat minus 4. Maxraj tashlaveramiz endi. 8 ta v minus 16 plus 8 ta v plus 16 teng. 3 ni ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 3 ta v ni kvadrati minus 12 ekan. Ishlaydigan bo'lsak, 3 ta v ni kvadrati bu minus 16 ta v 16 ga qisqarib ketsa minus 12 teng 0. Buni moslashtirib olsak, v ni kvadrati minus 16v minus 36. Ya'ni 3 12 ko'paytirishimiz kerak, moslashtirish deyiladi. Qo'shsak 16 ekan, ko'paytirsak minus 36. 18 bilan 2 qaysigadir minus qo'shishimiz kerak. Demak minus 2. Ko'paytirsak 36, qo'shsak 18. Endi 3 ga ko'paytirganimiz uchun 3 ga bo'lamiz. O'shanda javob kelib chiqadi. Bu manfiyni ola olmaymiz. Musbatni olsak, javob necha ekan? 6 ekan. Oltita bir xil shisha idishning hajmi ikkita bochka hajmining 90% ga teng. Shisha ekan. Shishani hajmini x desak, 6 ta bo'lgani uchun 6x bo'ladi. Bochka hajmini y deymiz. Bu ikkita bochka ekan. Bochkaning hajmining, ya'ni ikkita bochka hajmining 90% ga teng. Buni 100% desak, 6x imiz necha foiz bo'ladi? 90% bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak, 3 ga bo'lamiz. 2, 3 ga bo'lsak 3. Bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketadi. Y teng 10x taqsim 3 ekan. Bu birinchi tenglamamiz. Endi bitta shisha va bitta shisha idish hajmi bitta bochka hajmi necha foizga teng? Bochka hajmini yana y 100% desak, shisha hajmini x ni a foizga teng deymiz. Mana shu a ni topishimiz kerak. Mana bu y o'rniga buni olib qo'ysak bo'ladi. 10x taqsim 3 100% x teng a foiz. X qisqarib ketsa 10 bilan bu qisqarib ketadi, ya'ni 10, a teng 30% ekan. Beshinchi misol. Beshinchi misolda hisoblang debdi. Mana bunda uzr minus qolib ketibdi. Minus qo'yamiz.
hisoblaydigan bo'lsak, 0,25 degan 1 taqsim 4 darajasi minus 1 taqsim 2 ekan. Ko'paytiramiz. 3 ni minus 1 degani 1 taqsim 3 plus 0,5 ya'ni 1 taqsim 2 ko'p darajada minus 2. Ko'paytiramiz. Minus yo'qotish uchun 1 taqsim 9 ni 1 taqsim 2-si yozamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, mana minus yo'qotish uchun 4 taqsim 1 deymiz. Ya'ni 4 ni 1 taqsim 2 u 2 degani. Ya'ni ilzosi 4. Ko'paytiramiz 1 taqsim 3 plus 2 ni kvadrat, ya'ni 4 ga teng. Ko'paytiramiz 1 taqsim 3. 1 taqsim 3 chiqarib oladigan bo'lsak, 2 plus 4 ya'ni 6. Javob 2 ga teng ekan. Oltinchisi ham hisoblanibdi. 13 ni ilzosi 13 kvadratdan 3 ni ko'raysak 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni qisqarib ketadi. O'sha uchun suratda ham, mahrajda ham mana shu sonni minus 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Ilzosi 13 minus 3 ilzosi 13 minus 3. Bunda ham shunaqa. Ilzosi 13 plus 2 ilzosi 13 plus 2 teng. 4 ilzosi 13 minus 3 taqsim a kvadrat minus b kvadratda, ya'ni 13 kvadratdan 3 ko'raysak 4 ga teng bo'ladi. Minus 9 ilzosi 13 plus 2 taqsim 13 kvadrat minus 4. Ilzosi 13 kvadrat minus 4. Bunda ham 9 ga teng bo'lar ekan. 9 lar qisqarib ketsa, 4 lar qisqarib ketsa, javob xo'sh, ilzosi 13 minus 3 minus ilzosi 13 minus 2. Ilzosi 13 lar qisqarib ketsa, javob minus 5 ga teng ekan. Bunda hisoblanibdi. Mana shu ko'pincha darajali ildiz kelgan bo'lsa, buni ishlashda usuli bor, ya'ni x ga tenglab ikki tomonni ham kubga ko'taraveramiz. Ya'ni a plus b ni kubi qanaqa edi o'zi? A plus b ni kubi a kub plus 3ab a plus b va plus b ni kubiga teng edi. Mana buni soddalashtirib qolsin tashqariga a b ni chiqarib olsak bo'ladi-da. Xuddi mana shu ko'rinishda yozib chiqamiz. A kub 2 plus ilzosi 5 kublar ilzlar qisqarib ketadi. Plus mana buni o'zini yozadigan bo'lsak, 2 minus ilzosi 5 plus 3 ko'paygan ab. Ikkalasi ham ko'pincha ilzosi bo'lgani uchun bitta ilzga olamiz. 2 plus ilzosi 5 2 minus ilzosi 5. Bundan tashqari qovus ichida bu ikkalasini yig'amiz. 3-ilzosi 2 plus ilzosi 5 plus ko'pincha ilzosi 2 minus ilzosi 5 teng x ni kubi. Ilzosi 5 lar qisqarib ketadi. 2 2 ni qo'shsak 4 plus 3 ko'paygan 2 kere 2 4 4 dan 5 ayirsak 1 minus 1. Minus 1 dan ko'pincha ildiz chiqarsak minus 1 chiqaveradi. Ko'paytiramiz. Buni o'zi nimaga teng edi? Boshdagi x ni belgilagandik. X qo'yarsak teng x ni kubi. Sal soddalashtiradigan bo'lsak 4 minus 3x teng x ni kubi ekan. Endi mana shu joyga kelgan paytda javoblardan qo'yarsak bo'ladi. Misol uchun 1 ni qo'yadigan bo'lsak 1 kere 3. 3 4 dan 1 ayirsak 3 da ayirsak 1. Ya'ni 1 ni kubiga teng. Javob nima ekan? 1 ekan. 2 lar qo'ysak bo'lmaydi. Ya'ni geometrik progressiv beribdi, o'shani yig'indisini topishimiz kerak, 6 xaridagi yig'indisini. Buni nima qilamiz? Mana buni har birini ochib chiqishimiz kerak. B4 degani B1 ko'paygan quvni kubi minus B1 teng 52. Buni ochadigan bo'lsak, B1 quvni 6-si minus B1 teng 1456. B1 lar qisqarib ketish uchun ikkalasidan ham B1 ni chiqarib olib, qovusdan tashqariga bo'lib yuboramiz. Quvni kubi minus 1 teng 52
B1 chiqaradigan bo'lsak, Qni 6-si minus 1 teng 1456. Bo'lsak, Qni kubi minus 1 taqsim buni Qni kubi minus 1 Qni kubi plus 1 shaklida yozib olaman. Ya'ni A minus B, A plus B. B1lar qisqarib ketdi. Taqsim 52 taqsim 1456. Bu 4 ga bo'linadi, bu ham 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lsak 13, 4 ga bo'lsak 14-chi 3 tadan, 25-da 6 tadan, 16-da 4 tadan. Bo'ladigan bo'lsak 2 ta 26, 104-da 8 tadan. Ha, bo'linadi ekan. Demak, 1 taqsim necha ekan? 28 ekan. Bular qisqarib ketdi. Qni kubi plus 1 proporsiya qiladigan bo'lsak, teng 28. Qni kubi teng 27. Qni topadigan bo'lsak 3 ga teng ekan. Ya'ni mahraj 3 ga teng ekan. O'zi S6 ni yozadigan bo'lsak, qisqarib ketayotganga o'xshayapti. B1 ko'paygan Qni 6-si minus 1 taqsim Q minus 1. Qni 6-si minus 1 ko'paygan B1 nimaga teng edi? 1456. 1456 taqsim 2, ya'ni Qga 3 qo'ysa 2 bo'lar ekan. Javob 728 ekan. Javob ekan. Ya'ni bu arifmetik progressiya bu. Ya'ni a endi o'rniga ak qo'ygan. O'sha k ni qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni alzam chiqarish kerak ekan. Buni ham ochib chiqadigan bo'lsak, A4 A1 plus 3 d plus A17 degani A1 plus 16 d teng 17 ga. 2 ta A1 plus 19 d teng 17. Bu tursa kerak bo'ladi bu. Endi buni ham ochib chiqamiz. S14 degani A1 plus A14 taqsim 2 ko'paygan 14 minus S3 degani A1 plus A3 taqsim 2 ko'paygan 3 ga teng. Teng 77 ga. Xo'sh, buni ochadigan bo'lsak, 2 ta A1 plus 13 d ko'paygan. Mayli 2 taqsim 14 turib tursin. 14 minus 2 ta A1 plus 2 ta d taqsim 2 ko'paygan 3 teng 77. Ha, qisqarib ketgan. 7 bu 2 lar qisqartiradigan bo'lsak, 2 ta A1 plus 13 d ko'paygan 7 minus A minus d bo'lar ekan. Oldiga 3 yozib qo'yamiz, 3 ko'paytirsak. Teng 77. Ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, 14 A1 plus 91 d minus 3 ta A1 minus 3 ta d teng 77. Katta ehtimol bilan 77 bilan qisqarib ketish kerak. 14 dan 3 tashlasak 11 A1 plus 88 d. Qisqarib ketgan. 11 ga bo'lsak A1 plus 8 d teng 7 ekan. Mana shuni 2 ko'paytirib olsak, 2 ta A1 plus 16 d teng 14 bo'ladi. Ikkalasi sistema qiladigan bo'lsa, ayiramiz. Qisqarib ketdi. 19 dan 16 ayirsak 3 ta d teng ayirgan bo'lsa 3 d teng 1 ekan. 1 qo'ysak A1 nima chiqadi? Minus 1 chiqar ekan. Endi AK degani AN o'rniga kelyapti. AN 2023 teng A1
plus n minus 1 d. Ya'ni k minus 1 ko'paygan d. D'imiz nima teng? 1 ga teng. 224 birni yana qo'shib olsak 2025 ga teng ekan. 2025 dan ildiz chiqarsak 45 bo'ladi. B javob bo'lar ekan. 10-misolda x teng 6 bo'lsa, mana shu ifodani qiymat soddalashtiring debdi. Bu x qatnashgani uchun soddalashtirsa qiyin. Shuning uchun 6 qo'yarsak osonroq bo'lib ketadi x o'rniga. 1 taqsim ildiz osti 6 plus ildiz osti 2 minus 1 taqsim ildiz osti 6 minus ildiz osti 2 ni qavsda minus ikkinchisi. Maxraj a minus b a plus b bo'lgani uchun bitta maxraj olsak bo'ladi. 6 minus 2. Ya'ni kvadrat bilan ildiz qisqarib ketdi. Bunga ildiz osti 6 minus 2. Bunga ildiz osti 6 plus ildiz osti 2 ga teng. Qo'yib beraversak. Ildiz osti 6 minus ildiz osti 2 minus ildiz osti 6 minus ildiz osti 2. Ildiz osti 6 bilan qisqarib ketadi. Minus 2 ildiz osti 2 taqsim 4. 2 bilan 4 qisqarib ketsa 2 ga teng ekan. Ildiz osti 2 bilan 2 qisqarsa ildiz osti 2 desak minus 1 taqsim ildiz osti 2 ekan. Buni minus ikkinchisi. Minus 2 va minus 2 ga teng. Minus 2 yo'qotish uchun ildiz osti 2 deymiz. Ildiz osti 2 ning kvadrati 2 ga teng. 11-misolda mana bu yerda plus 1 taqsim ildiz osti 4 minus plus ildiz osti 5 degan son qolib ketgan. Plus keyin mana bu sonlar. Buni har birini irrasionaldan qutqarib chiqamiz. Maxrajda minus 1 paydo bo'lib qoladi. Suratda mana shu sonlarni minusli paydo bo'lib qoladi. Hammasi minus 1 paydo bo'lgani uchun maxraj o'zgarmaydi, minus 1 turaveradi. Plus ildiz osti 5 minus ildiz osti 6 plus mana bu qolib ketdi. Ildiz osti 4 minus ildiz osti 5 plus ildiz osti 6 minus ildiz osti 7 va hokazo. Bundan oldin ildiz osti 23 minus ildiz osti 24 plus ildiz osti 24 minus ildiz osti 25. Maxraj minus 1. 4 bilan 4 ketadi, 5 bilan 5, 6 bilan 6, 7 bilan 7, 23 bilan. Bu yerda 23, 24 ga qisqarib ketadi. 3 dan ildiz chiqarsak, taxribiy 1,7 minus 25 dan 5 chiqadi, taqsim minus 1. Ayirsak 3, 4 dan 1 ayirsak 3, 3,3 taqsim 1. Javob 3,3 ekan. 3,3 B javob. Yani 3 va 4 orasida turadi. Xo'sh, 12-misolda hisoblaydi. Tangenusda argumentda arsinus. Arsinus bilamiz, minusni oldiga chiqaraveradi. Minus o'chiramiz, oldiga chiqaradi. Tangens ham minusni nima qiladi? Oldiga chiqaradi. Demak, minusni joylik oldiga chiqarib olsak bo'lar ekan. Tangens minus tangens arc sinus 1 taqsim 2. Sinus qachon 1 taqsim 2 ga teng? 1 taqsim 6 ya'ni 30 gradusda. Tangens 30 gradusda esa 1 taqsim ildiz osti 3 ga teng. Bu minus 1 taqsim 3 ga teng, 6 minus bor minus. Bu degan ildiz osti 3 taqsim 3. B javob ekan. 13-misolda ko'paytma berilgan, nolga tenglangan. Ildizlar yig'ini so'rayapti. Bunda har bir nolga tenglashimiz kerak. Ikkita sinus x minus 1 teng 0. Sinus x teng 1 taqsim 2. Buni sinus pi taqsim 6 desak bo'ladi-da. Ya'ni 30 gradus. Sinuslar tashlaveramiz. X teng pi taqsim 6. 2 pi ga qo'shib qo'yamiz. Endi x teng ana shu pi taqsim 6, pi dan pi taqsim 6 dan ayiramiz.
5 pi taqsim 6 bo'ladi. O'sha yana 2 pi ni qo'shib qo'yamiz. Sinus x teng a bo'lsa, minus 1 ni k'si arsinus deb yozib o'tirmamda. Bunaqa usul ham bor. Katta angingiz x ham 0 ga teng degan bo'lsak, x teng ya'ni pi taqsim 2 plus pi k ekan. 0 u 2 pi orasida ildizini topishimiz kerak. 0 qo'ysak pi taqsim 6. 1 bersak 2 pi ga qo'shilib ketyapti, ya'ni 2 pi dan oshib ketadi. Minus 1 qo'ysak manfiy son chiqadi. Ikkinchisi 0 qo'ysak 5 pi taqsim 6 ga teng ekan. Yana 1 qo'ysak chiqib ketadi, minus 1 qo'ysak ham manfiy tomonga o'tib ketadi. Bunga 0 qo'ysak pi taqsim 2. 1 qo'ysak 3 pi taqsim 2. 1 qo'ysa 3 pi taqsim 2, 2 qo'ysa oshib ketadi, minus 1 qo'ysak kamayib ketadi. Endi undan tashqari mana bu ildiz nima bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerak. Ya'ni katangiz qachon musbat? Birinchi va uchinchi o'rayda. Mana bu qiymatlarni ham 1 bilan 3 ga tushadigan qiymatlar olishimiz kerak. Pi taqsim 6 ni olamiz. Ya'ni birinchi o'rayda bu. Qo'shamiz pi taqsim 2 0 bo'lib qolyapti. 0 qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni pi taqsim 2 plus 5 pi taqsim 6 30 150. Bu ikkinchi o'ray bo'ladi. Buni kerak emas bizga. 3 pi taqsim 2 270 bo'ladi. Bu ham 0. 0 degani ildizidan chiqadi. 3 3 pi taqsim 2 qo'shadigan bo'lsak, makhraj 6, bunga 3 tadan, bunga ham 3 tadan. 9, 9 ga 3 qo'shsak 12, 12 ga 1 ni qo'shsak 13. 13 pi taqsim 6 ga teng ekan. o'n to'rtinchi savol ishlaydigan bo'lsak, bu yerda guruh olishimiz kerak. O'shanda qovusdan tashqari chiqib ketadi. Bu ikkalasini buni bu tomonga o'tkazib 25 ni chiqara oladigan bo'lsak, 2 ni x minus 1 bo'ladi. Minus bu ikkalasidan 5 ni x ni chiqaramizda. 2 ni x qoladi. Minus, ya'ni bu minus bo'lib qoladi, minus chiqarganimiz uchun. Minus 1 bo'ladi. Kichik yoki teng, katta yoki teng 0 dan. 2 ni x minus 1-sini chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 25 qoladi. Minus 5 darajada x. 0 dan topadigan bo'lsak, 2 ni x teng 2 ni 0 desa, x teng 1. 0. Bunda 5 ni kvadrati teng x, 5 darajada x, x teng 2. Endi son qo'yib tuzadigan bo'lsak, 0 bilan 2 ni belgilaymiz. Qaraydigan bo'lsak, x ni darajali x ni oldida manfiy son turibdi. O'sha uchun manfiydan boshlanadi. Manfiy, musbat, manfiy. Bu qaysi oraliq? Musbatni olishimiz kerak. O'sha uchun javobimiz 0 dan 2 gacha bo'ladi. 0 ham kiradi, 2 ham kiradi. Ichimlar yig'indisi 0 plus 1 plus 2. Qo'shib qo'ysa 3 ga teng ekan. O'n beshinchi misol. Tengnamanning barcha ildizlari yig'indisini toping. Agar u bitta bo'lsa, shu ildizni toping debdi. Bunda mana bu 2 ni, mana bu ifodani darajaga chiqarib olib, ildizlar tashlab yuboramiz. Lj 4, ya'ni 2 kvadrat. Mana shu 2 ni kvadrat tursin. Plus Lj 3 darajada 1 plus 1 taqsim 2x. Teng Lj 3 darajada 1 taqsim x plus 27. Qo'shilganda bilamiz Lj asos argumentlar ko'paytiriladi. Lj
1 taqsim x plus 27. Endi bular tashlavoramiz. 4 deb yozsam bo'lar ekan. 4 ko'paygan 3 plusni ko'paygan 3 ni 1 taqsim 2x deb yozamiz. Bu ishni birinchisi ko'paygan daraja qo'shiladi bilan. Teng 3 ni 1 taqsim x plus 27. Endi belgilasak bo'ladi. 3 ni 1 taqsim x ni a deb yozsak 4 kira 3 12. 12 a ni demak 2x ni a deb belgilaymiz. Buni bitta kor ko'taraversak 3 ni 1 taqsim x teng a ni kvadrat bo'ladi. Demak 3 ni 1 taqsim x ni o'rniga a kvadrat qo'yamiz. 12a teng a kvadrat plus 27. A kvadrat minus 12a plus 27 teng 0. Ildizni aytadigan bo'lsak 3 bilan 9 da. Qo'shsak 12 ko'paytirsak 27. O'rniga qo'yadigan bo'lsak a ni o'rniga 3 daraja 1 taqsim 2x teng 3 ni qo'ysak 3 ni birinchisi. X teng 1 taqsim 2 chiqar ekan. 3 ni 1 taqsim 2x teng 3 ni 9 degan 3 ni kvadrati. X teng 1 taqsim 4. Ikkita ildiz bor ekan. Yig'ini topadigan bo'lsak 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4. Bunga ikkitadan mahraj 4. 3 taqsim 4. Ya'ni necha ekan? 0.75. Siz javob. Rahmat hammaga. Buguncha shu yergacha yetadi. Keyingi videolarda qolganlarini chiqaramiz.